Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda yangi video, yangi rubrika va bugungi videoda men do'stlarimga turli xil shartlar tayyorlab qo'yganman. Ular o'sha shartni bajaradi va bajara olsa puli to'ladi va video nomi Eplasang YouTube ol. Ishtirokchilar bilan tanishtirib o'taman. Azim Chikvanis, Jeko Vanis, Joloni va Shohruz CV janoblari. Let's go! Bu yerda so'kish bo'lmaydi. Oilaviy, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qizlar yo'q bu yerda. Qizlar bormi yo'q, saviyali insonlar yig'ilgan jamiyat. Shu insonlar saviyali deb o'ylaysizlarmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Biz qarshilik qilyapsizmi saviyamizga? Umuman, samimiyam yo'q. Prosta kommentariyaga bayt qo'ydi-ya, bizani bayt qo'ydi. 8 ta shartdan birini o'zingizlar aytasizlar, men ochaman. Agarda sizlarga shart ma'qul keladigan bo'lsa, oranglardan biron-biringlar tanlab olasizlar. Men aynan mana shu inson bajarsin deb aytmayman. O'zingizlar tanlab olasizlar shartni. Har bitta shartni qiyinligiga yarasha pul miqdori bor. Va ba'zi bir shartlarda kimdirga qiyin bo'ladigan bo'lsa, yoki ikki kishi bajarish xohlab qolishi mumkin. O'sha paytda ikkita odam ham bajarsa bo'ladi va summa ikkalasiga ham alohida beriladi. Xo'p, qaranglar, birinchi shart qaysini oching? Jeko akam tanlasin, Xodi aka. Yashil och. Yashil, ha, shuni och. Bu shart o'rtoqlar qo'g'irchoq. Battar bo'lmaydi. Voy, men tanladim degani men bajarishim kerak. Ha, aytgan. Qo'g'irchoq shartida priz 300 ming so'm. Shart bo'lsa qanaqa? Oramizdan biron bir ishtirokchi odamlar bor joyda yuradi. Qolgan ishtirokchilar bo'lsa, unga nima qilish yetib turadi. Qani komanda kelishamiz. Kim qila oladi bu ishni? Jeko ko'rib qilib yuribsiz hayotda. Shu shartga 700 ming berayman qilaman. Yo'q. Pulni oshirib bo'lmaydimi? 500 mingdan qilib bo'lmaydi. 500 ming qilsa bo'ladi. Kelinglar, mana birinchi shartni randomni bo'ldi, dondonski qilamiz, yutqizgan ham qiladi. Ziki. Jeko qiladi. Qo'g'irchoq shartini biz Jeko Vanisga topshiramiz. Jeko, sizniki. Biz challenge boshladik o'rtoqlar. Qo'g'irchoq bo'lamiz. Jo'lamanga qarashyapti. Jekoga men qarashaman endi. Qo'g'irchoqman deyman ha. Mana. Boshlanishiga birik qolmaydimi rasmiyga? Da, Jolon qani boy senyo. Ke. Mana qo'limga. Bolalarni sal omadi kelgani, hozir ko'cha sovuq, odam kam. Parishkalar kelyapti Jeko. Parishkalarga счастье tilang Jeko. Здравствуйте, вам счастье. Jeko, nima bu? Aka. Nima? Нормально. Здравствуйте. Прошу прощения, типа. Sizni bir minutga mumkinmi? Sizga baxt tilayman-da. Ikkita qiz yaqinlashganda ikkalanglar sinxronni lizginka o'ynaysizlar. Faqat dildan, prям maksimal energiya bilan. Ketdi, davay. Ularga qarab. Jeko break dansmi shu? O'z bilasizmi? Bu break dance bo'ladi. Jo'lon, spaga qaytib turing, chunki bardaga o'g'izot hatto bitta odam bajarsin. Ikkita qiz kelyapti, ikkita o'ris qiz. Jeko, shapkani eshib qo'liga ushatib qo'ying. O'risda. Jeko, oka vashi shartni bajara olmayapsiz, realni. Mana okka otiliyor, kapchonka. Shu okadan motivatsiyami? Motivatsiya oling. Motivatsiya so'rang, Jeko. Assalomu alaykum. Aka, tizimiz charchamas. Aka, hayotda bitta motivatsiya bera olmaysizmi menga? Yo'qmi, aka? Dabit qiling. Bitta bo'lardi. Aka, 1 minut endi hurmat yuzasidan. Aka, endi 1 minut, aka. 1 minut bitta motivatsiya bering. Yaxshi yashash. Bo'lmasa shapkamni olib keting, deb shapkani bering. Chimon shapkam olib keting, aka. Sharmatli Jeko, bu kundan o'lganingiz yaxshi, aka. Men o'zlaring bajarib ko'rlaringchi, keyin gaplashamiz sallavlar. Jeko, ayting, men uylanmoqchiman. Qanaqa qiz maslahat bergan bo'lardingiz? 1 minut bitta savol so'rasam maylimi? Uylanmoqchiman. Qanaqa qiz maslahat berasizlar menga? Yaqin uylanishim kerak. Ko'nglimga mos tushadigan? Balki o'sha siz bo'lsangiz-chi. Balki shu sizdirsiz, to'g'rimi? Endi taqdir. Davay Jeko, davay. Mana 3 ta qiz kelyapti, yonimizdan o'tyapti. Jo'lon o'shalarga nima qilsin? Jo'lon, men 3 ta qiz kelyapti. 3 ta qizga fokus ko'rsat. Hop qizlar, yaxshi keldinglar. Men sizlarga ajoyib bo'lgan fokusni ko'rsataman hozir. Faqat hayajonlarni hushingizdan ketib qolishinglar kerak emas, shundaymi? Ko'rasizlar, barmog'imni usarsa yo'q. Yo, Jolon, shapkangdan quyon olib chiq. Hop, demak qizlar, ikkinchi fokusimizga xush kelibsizlar. Hozir men shapkani ichidan men sizlarga quyon chiqarib beraman. Quyonim yo'q ekan, uzr.
Ha bo'lmadim. Men senga yetdim o'xshamaydi deb. Qoch. Uzr. Bitta onadan duo oling, Jeko. Assalomu alaykum. Mana bitta duo qilib qo'ya olmaysizlarmi? Bitta ishlarim yaxshi yurishib ketsin, yaxshi qizlar uchrasin deb. Oxirida bitta quchoqlab qo'yasiz, Jeko. Rahmat onajon deb. Rahmat. Quchoqlab qo'ying. Rahmat kattakon. Charchamang. Rahmat. Spasibo. Bolaga duo uchun kattakon rahmat. Kichkina qizchalar kelyapti mana. Bitta pushti bor-ku, futbolkasi. Jo'lon, o'shalarga qiyincha qo'shiq aytmang. Men ashula aytmoqchiman, Hindiston ketmoqchiman. Ovozimga baho beringlar deng. Ha, qizlar, bitta maslahat bor edi. Ha, я хочу стать артистом в Индии. Здравствуйте. Можно я для вас чуть пою? तुझ में रब दिखता है Break dance, Jeko, break dance. मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है Jeko, yerda. क्या करूं यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा Как мой танц? Хорошо, да? А? спасибо Спасибо большое. бом thank you Jeko, uzoqdan bitta jigarli paltoli bitta qiz kelyapti, ko'rasizmi? O'sha qizga birinchi bitta podkat qiling-da, aka. Keyin shirinlik olib bering. Kechirasiz, yo'l ko'rsata olasizmi? Yuragingizga. Yo'l ko'rsata olasizmi? Qatga, 3 marta qatga. Assalomu alaykum. Men yo'l ko'rsata olasizlarmi? Yuragingizga. Seni ko'rib go'zal pari, ko'zlarim uzolmadim. Jonim bergan qo'llaring, bu kun yorug' kun sizlar uchun. Buncha chiroylisizlar. Nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Jeko o'zini shartini bajara oldimi yo'qmi? Jeko bajardimi, bajarmadimi kommentga yozamiz. Like, podpiska, mehnatni qadrlaymiz. Let's go guys. Shartga o'tamiz. Let's go. O'rtoqman, Rossiyaga ketyapman. Nima maslahat berasan? Baribir sen chet elga ko'proq chiqqansanda. Xo'sh, sovuq, rus tilini bilishing kerak, sim karta olishing kerak, karta ochtirishing kerak. Endi bank karta ochish uchun pasport, propiska ko'p narsa kerak-da, to'g'rimi? Yo'q, shunchaki T-Bank Black ochasan, bitta ariza bo'ldi. Shunda Rossiyani pasporti kerak emasmi? Yo'q, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston pasporti yetadi, hatto xorijiy raqam bilan ham ochiladi. Pulni uyga yuborishchi. Menga qara, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlarga milliy valyutada pro obunasi bilan 50 ming rublgacha, obunasiz bo'lsa 20 ming rublgacha komissiyalarsiz qulay pul o'tkazmalari. Yana jamg'arma hisobida pul bekorga yotmaydi, yillik 9% dan ko'proq tushadi. Sim karta masalasi-chi? Shu joyi zo'r kartaga buyurtma berasan, sim karta kerak deb belgilab qo'yasan, bank vakili keladi, bir martada hamma narsani hal qilib ketadi. Uni qayerdan ochaman? Jeko aka, bu juda oson. Shunchaki tavsifda qoldirilgan havola orqali o'tib, ariza topshirishni o'zi kifoya. Karta qulay joyga va tekinga yetkazib beriladi. Kimga Rossiyada ishlash va yashash kerak bo'lsa, o'zi tushunadi. Xo'p, qaysisini ochamiz? Qaranglar, azim kelishamiz. Hozir siz tanlaysiz, siz tanlagan shart o'zingiz bajarasiz. Jo'lon tanlaydi, yo mana Jo'lon tanlaydi, keyin Jo'lon tanlagan shart o'zi bajaradi. Ham o'zim qilveraman. Ha, Luboyni o'zi qiladi. Keyin men qilaman, degan. Yo. Qizili bo'lsa. Zo'r shart o'rtoqlar. Bu Voy. tekinga ovqat. Tekin ovqat yeyman men, to'g'ri? So'rayman odamlardan. Priz narxi 200 ming so'm. Yo, chunki osonroq shart-da. Qanaqadir kafega borasizmi yoki odamlar ovqatlanib o'tirgan joyga borib, "Mani prim yo'q, menga tekinga ovqat olib beringni so'rashingiz kerak va sizga kimdir realni tekinga ovqat olib berish kerak." Tekinga ovqat shartini biz Azimjonga topshiramiz. Azimjonga bo'lsa omad Nechta tilaymiz. prizini? 200 ming so'm. Sen savdolashsang bo'lardi. Savdo. Yana Azim omad. Shu vaqtgacha men odamlarga ovqat berganman, endi odamlardan men ovqat so'rayman. Ha, qarang, skameyka borib, o'shitga yotingda, sal og'zingizni balandroq eting. O, yomon charchab ketdim. Davay. Voy, yomon charchab ketdim. Risk turasiz, ana qizlarga bitta qaraysiz, nimadir deydinglarmi deysiz? Narsa deylarmi? Qo'timi qo'li bo'ldi. Ha, orqadagi qizlarga boringda. Borar ekanman-da, yoqib qoldim deyman sizga. Ko'p energiya sarfladim. Ovqat olib bera olmaysizlarmi deydi. Unda asosiy shart. Assalomu alaykum. Zirbezda qildim. Zo'r bo'lardi shunaqa. Bitta olib bera olasizlar menga ham. Yoki siznikini yeb qo'ymading, yoki siznikini Siznikini emas bo'ladimi? birga o'tirib. Ye. O'tirsam bo'ladimi? O'tirsam bo'ladimi sotga? Azim, ye shuni, Azim, ye. Ilohim.
yaxshi. Tashviqotni jonim, ishlarni zavod bo'lsin. Yo'q, yo'q, Ana, azimdan yaxshi. ko'ra osh yesanglar bo'lmaydimi deb qo'y bitta. Osh yesanglar o'ylayman bundan ko'ra. Ha, yangi oshi bor bu. Yeyveringlar. Men siz ovqatlanmayapsanmi deb boraymi? Boraymi? Osh yesanglar bo'lardi. Osh yeying joy. Sovg'a berasizmi? Olib berasizmi degan savol bermaydi. Achishib. Assalomu alaykum. Men siz ovqatlanmayapsam. Yana bitta bera olasizlarmi? Yana bitta bera olasan. Ovqat yo'q-ku. Shu ekani bu. Voy, mana sizga ham topdim. Azim, qattiq aksiri, Azim, qattiq aksiri. Yaxshi. Azim? Ah. Birga ovqatlan. Keling, jigar mana. Yo, yeyver endi, yeyver bo'ldi, men Ha, yeyman. yotirasan, men yotirib. Men hech qachon yemayman, bo'ldi. Shapaloq uring. Shog'rizga shapaloq uring. Osh yeymiz degding. Yaqinroq keling endi. Yo'q, Mana kiyimingiz. Uyalganingizgina ishlab topgan birovlardan ovqat so'raguncha. Uyalgan birovdan ovqat so'raguncha. Ishlab topganman ko'ra. Bo'ldi, Azim ovqatga kattakon rahmat. Ovqatga kattakon rahmat. Chiqinglar, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Rahmat. Ovqat pulini beraymi yo'q? Yo'q. Va to'g'ridan kelyapti bitta. O'chani shart Azim ko'cha obrazida, aqa obrazida gapirasiz. Salom alaykum, aqa ovqat olib bering deb vumagat qilasiz. So'ramaysiz, vumagat qilasiz. Qaqa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, hojijon, hojat yaxshimilar? Charchaysizmi? Atkinchi qorin ochiq qoldi-da, shunga bitta ovqat olib bera olasizmi? Bulchik-mulchik ham bo'ladi, qorin to'ysa. Qani turban olib bermaysiz? Olib berasiz? Tamam, kirdi, mana. O'zingiz olib chiqa olasizmi? Любой bulchik-mulchik. Eshikni ochib beraman. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Sigaret ham qo'shib ola olamizmi, deng? Aka bitta sigaret ham olib oling. Ha, chakmaysiz, ha? Bo'ldi. Men chakaman-ku deyin. Men chakaman. Olasiz. Yo'q, oyima. Bugun chakayam mayli, pulim yo'q-ku. Bugun uyingizda yotib qolsam bo'ladimi, aka? Uyim ham yo'q edi, deng. Qayerda yashaysiz o'zi? Samarqandda. Omon qo'tamasizmi? Mana qiling, siz taklif bering. Aka, qarang, bundoq qilamiz. Hozir bulchkan olamiz-da, Samarqandga ketamiz, o'sha dam olamiz, siznikida qolaman. Uyim yo'q, u yo'q, taklif berasiz, tushundingizmi? Ha, bulchkan olamiz dedi hozir. Samarqandga borib biqin qilaman. Gidido. Samarqandga hozir boramiz. Hozir boramiz. Yo'q. Xudaton nazmi deyin. Xudaton nazmi? Yo'q, tojikcha. Tojikcha bilasizmi? Ibi nima bilmaysan? Deyin. Ibi ne bilmaysan? Aka, rahmat kattakon sizga. Alloh rozi bo'lsin. Stop o'rtoqlar, aynan sizlar bizani keyingi videoda qatnashishinglar mumkin. Sizlarga zo'r yangilik bor. Kim bizani videolarda qatnashmoqchi bo'lsa, esingizda bo'lsa, obunachi bilan bir kun degan video olgandik. Obunachi bilan mazza qilib bir kun o'tkazganmiz va shu videoni ikkinchi qismini olmoqchimiz. Xo'p, biza obunachini tanlab olishimiz uchun ozgina shartlar bor. Yaxshilab eshitinglar. Birinchi bo'lib mana shu videoyimizda 99 mingta like yig'ish kerak. 99 mingta like sizlar uchun juda ham oson. Ikkinchi shart, agarda siz hali ham mobodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir o'zida obuna bo'lib qo'ying, chunki kanalimizda 1 million 400 mingta obunachi bo'lishi bilan biz sразу videoni syomka qilamiz. Uchinchi va oxirgi shart shunchaki kommentariyaga tushib, "Men videoda qatnashmoqchiman" deb yozib qoldirsanglar bo'ldi. Bitta ishtirokchi xohlagancha kommentariya yozsa bo'ladi. Bu degani qancha ko'p kommentariya yozsangiz, shuncha qatnashish imkoningiz oshib boradi. Hammalarga omad, obunachi bilan bir kunni ikkinchi qismida ko'rishguncha. Videoni ko'rishda davom etinglar. 6 ta shart qoldi. Jo'lan qaysi? Menga shu 10 tarafdagida ikkinchisi. Mana shu. Albatta. Jo'lon hozir tanlagan shartni Jo'lon o'zi bajarar ekan. Hali lekin shart qanaqaligini bilmaydi. Bitta narsani aytaman. Bu shartni bir kishi bajarmaydi. Bu shartni ikki kishi bajaradi. Va bu liftdagi hazillar. Xo'p, o'zingizga sherikim Azim olasizmi? Azim olaman bu. Bu shartni narxi 300 ming so'm. 500 ming. 500. Jo'lonning narxi 500 ming. Xo'p, men o'ylab ko'ray hozir. 250 ming bo'ladi. O'ziga to'g'rilab oldi, ey, to'poylar. Uyg'on. Mana shaqamidi? Ha, boy aytdi-yu. Yo, ikkiga bo'linadi o'sha. O'yinni boshida aytdim, men ikkiga bo'linsa ikkala odamga ham alohida pul beriladi dedim. Da. O'zingizlar moment ikkiga bo'lib olganinglarga, "Почему bu нет?" Yo, to'xtang, hali kelishilmadi-ku, bolalar. To'g'ri. Yo, unda 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan da, komolga ham anaqa bo'lmasin, og'ir bo'lmasin. Liftdagi hazil. Nol kirishdi. Kecha ana bilan ko'rishdim. Aytgan qizim bor edi. Bordim. Burni oqib ketsa bo'ladi. Yo'q, ovqatlanib bordim-da. Qiyin bo'lyapti. Ko'rib qo'yapti-da kameralarni, bilib qo'yapti. Mana sasotdi bor-ku. O'sirib deysizmi, Jo'lo? Mana yoqidagi yotdi. Shirin o'siraman. Shirin o'sirasan?
Bular просто lибо kamera bilan qo'yapti, lибо kulishmayapti. Real men zo'rg'a turibman. Bo'ldi, keyingisi tayyor turinglar. Теперь мама сказала мне. Что сказал? Ну терпи, надо терпи. Ты не Терпел, ну? Terpila? Я терпел, да. Скорее всего, я... Терпел. Terpil deydi. Короче, mana bu yerda просто vaqt ketar ekan, o'sha olamiz. Tushundingizmi? Bitta shuna hazil o'sha olamiz. Ikki. Assalomu Men ko'raman. Aytdim men senga ertalab chiqaylik zal. Я не могу терпеть, пожалуйста. Я же хочу сказать тебе, да? Как ты мне сказал? Ты Наверное, потому что... все это было чувство. Это не так. Что я же сказал тебе, да? Опять Смотри. начал, да? А? Да. Ты- Я не могу терпеть. Не, руку опускай. Отпускай. Ты Гитлер. Пусть. Я Гитлер. Да? И? Michael Jackson Dadajon degan qo'shig'ini eshitdim. Michael Jackson onajonidagi ashulasi bormi? Ha? Mana. Jo'rayev, mama degan shu. Mama jon. Yo, agar Michael Jackson onajonidagi ashulasi bo'lsa, bir hikoya qilib bering. İngilizce de, Rusça bu. Ha, yo'q. Alo. Да, мам, папа, я... Мяу. Так, мио скажешь, да? Папа у нас говорит. Teta, assalomu alaykum. Ты мяу-мяу. И это мой папа. Gitler akam aytganlar. Eshityapsizmi? Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydilar degan. Bo'ldi-yu menimcha lekin. Ha hozir, yo, mana ikkitasi chiqib tursin yoki orqadagilar? Bizami? Ha. Bize to'laganmiz yo'l haqida. Boru. Kimdir o'sirdi hozir lekin, reально. Hidni reально, oka ishoni. Reально, oka. Yort ya. Vay billa. Ben lekin boya real chichaman o'sib yubordim lekin. Ishton nima qildingiz? Chiqilib, qurib yubordim. Ne hidi chiqmayapti? Qilib chiqmaydi manda. Shokoladniy. Qanaqa chularni kiyganda, oka? Shokoladniy hid manda. Hozir bola go'sht tushunatib olay oyimga.那个什么叫哇啦东哥上卧室了跟家主这是 Yo'lda bordingizmi? Ha. Hozir boraman dedim. Kech adam xotini bilan urushib ketdim. Nima bo'ldi? Ne urushasiz? Ya siymiy tur o'zim siydiraman. Bor. Siymiy tur bolaga qarasin hozir. Men telefon qilib olay. Tiyishganmi? Yo'q. Aytishga boryapsiz lekin real. Alo. Eshitilyaptimi? Yurak qo'msab seni sog'inar. Ha, mana mashina tashlab yubor. Sigim qisyapti, yomon bor. Siyib qo'yaman hozir. Kel. Ozgina chiqib ketdim ichidan. Bolam. O'g'limsan? To's. Do'st deysiz. Mashina asabimni buzasanlar. Shohruz CV. Xohlagan shartingiz men qilaman aka. Akam, jannatim. Tanlab bering bitta Jeko sazasi o'lmasin kezsa Jeko. Kezga siz yaxshi ko'raman aka. Do'stga degan bitta. Oq oranjiviy pastdagi. Mana bu shart narxi 4 million. 200 ming so'm va bu shart avtobusda qo'shiqchi. Avtobusda qo'shiqchilik 200 ming emas-da narxi, как будто. 200 ming so'm. 50 ming chiqib yuradi mashina bozorida bittasi, ashula aytib. Anaqa qilamiz Shohruz, basharasi qoraga bo'yimiz. Mana avtobusda qo'shiq aytasiz, garib 200 ming so'm. Yo, shuni sal ko'paytiring. Narxim bolalar mana bitta 500 minglab pul ishlayapti, sal 200 ming bo'lib qoldi. 300 ming, ha? 325 ming. 315 ming. Davay. 320 ming sizniki emas, meniki emas. Bo'l, 320 mingga shart bajarildi. Baraka. Unda biza o'rtoqlar Shohruz CV janoblariga omad tilaymiz. Tayinladingizmi? Esingdami seni qish kunlari sovuq shamol. Avtobus kelyapti avtobus. Aka, mana joy bor. Esingdami seni qish kunlari qo'yamiz-a? Odam ko'p bo'lsa chiqmaylik. Orqasidan chiqinglar. Hammaga assalomu alaykum. Yangi boshlagan san'atkorman, ashulachiman. Bitta ashulam bor, xudo xolasa Goldsda birinchi o'rin olish niyatidaman. Поддержка qoramiz o'rtoq. Ha, agar yoqsa, kayfiyatinglarga kayfiyat qo'shilsa, qarsak bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Davay. Davay, men qo'shilib turaman. Da. Sizlar ham bilsanglar qo'shilib turinglar. Yaxshi kayfiyat hammaga sovuq kunda. Sovuq kunda yaxshi kayfiyat. Esingdami seni qish kunlari sovuq shamollar uchirar qorlarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Yoqdimi aka? Nima deysiz?
Qani, normalni. Rahmat, charchamaylik. Kayfiyat ulashgan bo'lsam xursandman. Voy! Odamning reallik ko'pidi. Sho'g'ingiz qani? Yaxshi, shoh. Sho'g'. Qor yog'ar paqa. Kamol mani. Ikkita odam sho'g'ingizni ko'rib tursa tushib ketdi bunda avtobusda. Lekin tushib ketdi. Avtobusda anaqasini yarimta qildik jigar. Bile, bolla. Ketdi. O'rtoqlar, shu videoni agar shu yo'g'igacha ko'rgan bo'lsangiz, darsni ham ko'ringlar. Like, подписка, kommentariy обязательно. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying, chunki undan ham zo'r videolar hali oldimda. Bo'ldim. Undan buyog'iga bolalar shartlarni mana bitta oldik. U yog'iga talashamiz. Da, bo'ldi, u yoqqa talashasizlar. Tanlab olish yo'q. Men ham bilmayman qaysingiz qaysi shartligini. Davaychi ochaman. Mana shu eng pastligisidan. Bu shartning nomi kal bosh. Sizlar xolasizlik ko'chadan topinglar. Nima qilib bo'lsa ham kal bo'lishga rozi bo'ladigandan topishinglar kerak. Men sizlarga aytdim, qiyin shartlar oldinda dedim. Stavkasi buni 500 ming so'm. Kim shu shartni bajarishga tayyor? Hozir bolalar, o'zingizlar xohlab tanlanglar buni yoki men prosta o'zim berib yuborishim mumkin. Men taqdirimga roziman. Men tanlayim kelmayapti buni. Voy, qara. Taqdirimga qarshi. Xudoga shukr, ey. Mani taqdirim shu ekan. Donat ko'ringizmi? Pamusko. Yo, men o'zim hal qilaman dedi, o'zi. Okey, unda o'rtoqlar. Yerga qarab turaylik hammamiz. Men berma. Xo'p, o'rtoqlar, bu shartni kimga berishni men tanlamadim. Buni kadr ortida o'tirgan Asadbek tanladi va bu shart Azimjonga beriladi. Let's go! Asadbek! Kim oldiradi shuni? Ha, bo'pti, men ham qarashib yuboraman. Stories qo'yib, tam yordam beraver, iltimos deyman. Puliga qarashmaylik. Mayli. Pulini bering. Boyaga 300 mingga ham aralashmayman bo'lmasam. 300 ming aralashama? 300 ming sizga 300 ming. O'rtoqlar, biz mana yo'lga chiqdik. Xudo xolisa hozir mana shu yo'l bo'ylab qoram neriganli yog'ib beryapti. Qoram yordam beryapti bizga endi. Hozir endi ko'chada aylanib, ozgincha podpishka chiqib qolsa, mehribon podpishlarimiz chiqib qolsa, sochi kalga oldiradigan, rozi bo'ladigan topamiz. Topib, sochini kalga oldiramiz, xudo xolisa. Bo'lmay qolsa, istoriya qo'yamiz keyin. Bir zonti-ponti olmamiz. Tovuq bo'lganimizdan keyin nima qilamiz endi? Pul odamni har narsa qildirar ekan. Ha, mana. Sizlar anaqa oson deb o'ylaysizlar mana shunaqa pul topish. Bizning qorlarda mana даже mashinamiz yo'q bizning, mashinamiz yo'q. Sizda bormi? Jinnimisiz, ne etmaysiz? Nima qorda yuribsiz? Hatta mashina. Ab ketdi. Hozir biz mana Next'ga kirib oldik, targov sentriga. Endi rozi bo'ladigan odam topamiz-da, foodcourtdan. Iloji boricha sochi kaltara odam topishimiz kerak-da. Sochiga mehr bermaydigan odamlar bo'ladi-ku. Ha, Ular uchun abidli bo'lmaydi. Ha, shunaqa odam topishimiz kerak. Shuning uchun ketib qizlanadi. Ha, jo'lan o'zingiz. Nima dars? Jim. Baqirma. Men yaxshi ko'rasan-la, to'g'rimi? Вообще. Как раз mana yaxshi ko'rishinglar kerak edi menga. Xullas, Komil Qahhor taningizlar. O'shani YouTube'ga syomka qilamiz. Bizga shart berildi. Ko'chdagi любой bitta bolami farqi yo'q. Sochini kalga oldirish kerak. Pul beramiz. Oldirasanmi? Yaxshi, oting nima? Qara, ota-onang bizga erta gapirib, urushib, oyingga ham, adangga ham telefon qilaversan. Sochimni oldirib bitta qo'yasan. Bitta aka hozir. Kameraga ochil. Bu rozi bo'ldi. Lekin biz ota-onasidan ham ruxsat olamiz. Ha. Keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun. Xullas, Imron Beyni mana olib keldi sartaroshxonaga. Uydagilardan so'radik. Rozisan, to'g'rimi? Lekin uncha odamning orzusi Komil Qahhor YouTube'ga chiqish. O'shada любойda ham pul ishlab olsan, Maktabda mas'ul bo'lib ketding bo'ldi. sochingni oldirib olsan, zvizda bo'lsan, nima xohlayapsan yana? Let's go. Yaxshi ko'rganing bormi? Qanday kecha? Yosh bola. Ha, chim ko'rmayapti, kamera ham olmayapsan. Yo'q, rostdan yo'q. Bosh qarafi. Yo'q, rostdan yo'q. Bo'ydoqmisan? Ha. Bo'ydoqlar safida hali ham. O'rtoqlar, xullas biz mana jarayonni boshladik. Sizlar esa hozirgi paytda Nima qilish kerak? Like, podpiska, to'g'rimi? Like bosishni unutmang. Komil Qahhor YouTube kanaliga Like bosish kerak. like bosish kerak. men qarab turibman, bosmayapsizlar hali ham. Qani? O ana. Normal, yaxshi. Alvido. Gulnos. Alvido Ra'no.
Ani Imronmi? Sochog'ida qon yo'q. Men bitta narsani tushunib yetdim, bilasizmi? Mendan sartarosh chiqmas kerak. Ana shu orzuyim edi, to'g'risi. Mana u cho'tki bor, qarang. Yuzing ochiq odam bor, qarang. Qara asl bashariyni ko'rsatsa bizga. Armiyanskiy bo'ldi-da. Demak, o'rtoqlar mana Shart bajarildi. Bitta qarab qo'yamiz ortiga. Hoppa. Let's get it. Nima deysan? Chiroyli, yaxshi. Barcha sog' bo'linglar. Shartlar bajarildi. Let's go. Hozir 3 ta shart qoldi. Orasida eng qiyin bittasi bor. Qolganlari ham qiyin, no unchalik emas. Ochaman unda. Mana shu. Bu shart qiyin. Aslida juda qiyin. Maniken. Maniken? Do'kon gaplashilingan o'sha. Sizlar do'konga kirib, maniken bo'lib turishingiz kerak va o'tgan ketgan odamga hazil qilasizlar. Narxi 300 ming so'm, chunki qiyin emas. Kamol o'zi yo balabolmi bilmayman, buni orqaga sakrab yuboradimi? Boshida bu shart eng qiyini deyapti-da. Keyin qiyin emas, 300 ming so'm, 200 ming so'm deyapti. Xo'p, kim bajaradi? O'sha azimlikda shart bo'ldi bolalar. Maniken ham qo'llar tiqoladi, to'g'rimi bo'lgan? Basharasi ham Bo'ldi, bo'lmaydi. qo'llaringiz oppoq lasina, yuzingiz oppoq lasina bo'ladi. Kiyingan bo'ladi, shu turasiz. Lozim. Ular maniken shart azimga o'tdi. Ko'ramiz qanchalik bajaradi. Hamma pulli sog' seni, hamma pulli. Bitta bilib bo'lmaydi nimalar bor. Bilganim avvaliy. Avtobusda qo'shuv bilan qolib ketdimi? Xullas, hozir biz Just do'koniga keldik. Justga albatta kattakon rahmat. Bizga shunaqa imkoniyat yaratib berishganiga. Shu hozir ichkarida Azimjon maniken bo'ladi. Avval bilmadim qayerdan yirtib olib keldi buni. Kapronlar. Yeb yeng Azim. Fikringiz qanaqa o'xshaydimi yo'qmi maniken bo'lib turish? Odamlar bittada bilib qoladimi yo'qmi? Anaqa turadi, keyin Mana qo'rqitadi. mana turadi. Mana mana shu mana Ha, olamiz. yo'q. Tayyormisan, to'ychog'im? Hamma narsa. Siz bilan oxirgacha. Seriozno. Pastga tushdik-ku. Evet. Azim xotiramen, biz aloqadamiz do'stim. Biz kuzatib turibmiz. Bo'ldi. Короче, o'rtoqlar, Azim premyerda 5 minutda meni turibdi. Azim qiynalib ketmadingizmi? Yo'q, hakalashda yo'q. Ta'zir qilib, просто turish o'zi qiyin-da, cheko. Bo'lamanmi klientmi? Voy voy, Azim oldi klient turibdi. Sezmayaptimi hozir misol odam turganini? Ketdi. Voy, biling, ketib qoldi. Azim ko'rdingizmi, o'zi oldingizga yaqin borganda kimdir? Ha, chap qo'lim keldi. Men boydan ichkari deydi, ko'rdim ham chekayotganlarni. Men kapronmi rostdan ham? Ha, kapron, nima yomon hidga otdimi? Ya oldin kiyilmaganmi? Yo'q, kiyilmagan yangi sotib olganman. Boy yangi sotib oldim. Azim 27 mingga. Bu klientlar kirdi. Kameraga ko'rishmadi. Ko'rishmadi kamerani. Odam yaqlashyapti. Azim oldiga. Azim oldingizda odam turibdi. Shuna chap qo'lingizda. Azimni sezishmayapti, mani kel. Ana. Azim shuna chap qo'lingizda odam. Birinchi. Azim reaksiya qiling. Yo'q, katta. Zo'r, Azim, zo'r. Xullas o'rtoqlar, ichkarida odam kam kirayotganligi uchun o'sha vaqt kech bo'lganiga biz nimani o'ylab topdik? Azim magazini tashqarisida bitta haqiqiy maniken bilan turadi. Azim odam kelyapti, kolyaskada. Yaxshi. Yosh bola kelyapti, qo'rqitasan. Azim yoningizga yosh bola. Bizani operator yosh bolalarni haydab yuribdi. Asad legenda. Azim bo'laga qilmang, er-xotin bilan yosh katta. Mana kelyapti odam kelyapti. Bitta odam kelyapti. Chap qo'lingizda oq kurtkada. Shuni yiqilingda ajmani qilib keting. Urib bordilar, aka. Okaga yoqmadi, okaga hazilimiz yoqmadi. Kimda kelyapti? Xolasiga qiyincha raqsga tushib ber, Azim o'shalarga. Jadu teri nazar. Sen telefonga gaplashganing qilaymi? Alo, ha, nima bo'lyapti? Yoningizga kelgan payt telefonga gaplashyapti. Alo. Dostavka, kuryer kelyapti, dostavщик Azim. Kim normalmi ki?
Yaxshi. Orqadagi bolaga yiqilib tushgandek qil. Yaxshi. Azimni prank qilyapmiz. Azim o'zi bilmaydi biz kelayotganimizni. O'ng qo'lingizda odam kelyapti. Ikkita bola. Yaqinlab. Ko'rdi. Ha, o'ng qo'lim. Ulatgandek qilasiz, okey? Davay. Qiling. Azim Qoldimi? Azingga bildirmasdan boramiz degan. Yo'q. Qanaqa ekan? Urdi-yu kimdir omnaq qilib, ko'rinmasligi yaxshi. Bilinmaslikdan yomon. Bu hammasi yaxshi kayfiyat uchun, yomon niyatda emas. Hech qachon bunaqa niyat ham bo'lmagan. O'rtoqlar, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lish yana esdan chiqmasin. Bo'yish. Bizda o'rtoqlar navbatdagi shart. Mana bolalar maniki, 3 ta maniki yana. Qaysi shartni oching? Men pastdagisi. Gary. Oy! O'rtoqlar, hab bo'lmaysizlar. Kanal maniki. Qonun qoidani men qo'yaman va sizlar savdolashmagan holda 500 ming so'mga baholangan shart stand up shartini biz Jeko Vines'ga topshiramiz. Jeko, let's go! Jekoning mana shu yerda karyerasi. To'xta, stand upga chiqib nima qilishim kerak shunda? Bizda ochiq mikrofonlar bor. Haqiqatda xohlovchilar stand upga chiqa oladi. Va siz stand upga chiqib 10 minutgacha bo'lgan, 5 minutdan 10 minutgacha bo'lgan stand up qo'yib berasiz. Va uni hamma muxlislar ko'radi. Ya'ni haqiqiy stand up ko'rishga kelgan odamlar ko'radi va shu o'rinda biz ham o'sha yerda o'tirgan bo'lamiz. Bu degani 10 ming kalta yemay turishdi, xullas. Короче, biz реально stand upga keldik. Sharmanda bo'ladi, men shuni bilaman. Men stand upga keldimmi? Keldimmi, deysizmi? Deysiz. Nech pul beraman degdi? 500 mingmi? Aka muxlislik qilib kelyapti, ichkari turib turaysiz. Mashina turasiz oldimda, chunki ketdi, hamda olib kiramiz. Aka, rasm shu, rasm. Yo'q, qochinglar. Mashina turadi bu. Sizlar hozir bu yerga pul to'lab keldinglar, to'g'rimi? Albatta. Pul to'ladinglar. Ya'ni bilinglar, to'shda bu stand up Jeko uchun qilinmadi. Bu stand up rostdan ham bo'ladi. Har chorshanba kuni sahna stand upda ochiq mikrofon. Hozir haqiqiy stand uplar chiqadi va ularning orasida Jeko ham chiqadi. Zo'r hazil qilsa ham kulmanglar. Yomon. Yo'qol sahnadan. Kim uni chiqarib qo'ydi sahnaga deylar? Haddushi, sizlarga ishondim. Hozir ozginadan keyin уже mehmonlar kelishni boshlaydi va Jeko sahnaga chiqadi. Men даже уже hayajonlanib ketaman. Jekoning ahvolini bilmadim. Hech nima demayman hozir. Sahnaga chiqqanini o'zingizlar ko'rasizlar. Va navbatdagi stand-up komik hozir bloger birinchi marotaba sahnaga chiqyapti. Iltimos, o'shaning uchun biz qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak, hammamiz baqirib. Umrida birinchi marta sahnaga chiqyapti. Balkim oxirgi marta. Dada, oxirgi marta deyapti o'rtoqlari. Menimcha o'rtoqlarni parod qilmaydi. Hozir chiqadi, iltimos sizlardan qo'llab-quvvatlab turinglar, stand-updan ko'ngli qolib ketmasin bolani. Kutib olinglar, bloger, vayner, ssenarist, prodyuser, astrolog, taksist, Kamolning o'rtog'i Jeko Vines. Hozir hazır qiladi-yu, sirasi ko'ramiz. Sirasi birinchi gapida. Hozir tayyorlab oling. Nima desam baqiraversanlarmi? Astagfirullah. Xullas, Instagramda pul qolmadi. Shuning uchun assalomu alaykum stand up. Mana taniydiganlar bormi? Qarshi chalib qo'yinglar, taniydiganlar bo'lsa. Bir marta bo'lsa. Demak, hamma ko'rgan, men 6 yildan beri vaynerlik bilan shug'ullanib kelaman, blogerlik bilan shug'ullanib kelaman. Lekin Kia mashinam yo'q. Bilasizmi nima? Chunki anoshka emassizmi? Mashina shug'ullashar ekan-ku. Mashina ushlab ko'r. Fayzni qaranglar. Xullas, gapimni esdan chiqarib qo'ying. Xullas, men uyalmayman, meni talentim yo'q. Buni Instagramdagi videolardan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'zi
uski qurgan mani talentim uchun yoki qanaqadir aktyorskiligim uchun yoki qanaqadir yaxshi ideya berishim uchun emas, prosta yoshim kattalik uchun bitta komandada bitta duo qilib beradigan odam bo'lish kerak. Bugungi stand-up temamizga o'tamiz. Menimcha 90% odamlarning orasida bo'lgan adalarimizning g'alati odatlari. Urishni qo'yib yuboring. Yo, men shu to'shar ekan. Qanaqadir energiya berar ekan bu. Xullas, meni odamning 3 ta g'alati odatlari bor. Telegramdan yozganimda 3 xil atvet keladi. Har doim. Любой narsaga to'g'ri kelmasa ham, to'g'ri kelsa ham. Adam to'g'ri keltiradi lekin. Birinchi misol tasavvur qiling, men adam yozyapman Telegramda. Assalomu alaykum. Ok degan stiker kelyapti. Ikkinchisi ikkita galochka. U adam yubormaydi, prosta o'qib qo'yadi, protestini o'tib turadi. Telegramda ikkita galochka. Prosta ignor qilib yuboradi. Oldin qizim ignor qilardi, endi adam ignor qilishga o'tib yuboradi. Uchinchisi ikkita harfdan iborat da degan so'z. Bu ham любой narsaga da. Men bir kuni magazinga kirdim. Adamga Telegramda yozolmadi. Nima olay? Pepsimi, kolami? Adam da. Men har doimgidek pivo ichib ketdim. Endi shunaqa. Lekin men achinaman, bir kun emas bir kun adamdan endi qo'pol bo'lsa aytadi, alamni olaman. Shunaqa stikerlarni o'zim yig'ib qo'yganman. Telegram yonida ok degan to'rxillarni turibdi, da degan jirni takoy harflarni yozib qo'yganman. Bir kun Telegramdan yozishlari bilan shuni tashlayman odamga. Lekin hali yozganlari yo'q nimagadir menga. Lekin kutyapman Xatikoga o'xshab. Kutyapman, bir kun emas bir kun yozarlar. Kuchuk bo'lib qolamanmi yoki vau deb yur. Wow! Adamda randomniy moment degan rejimlari bor. Randomniy moment. Biz qatdamiz, qatda yuribmiz, bozordamiz ham, avtobusdan, mashina ichida ketyapmiz ham. Adamni qaraylar. Kundaligini olib chiqdilar. Любой randomniy moment. Yoki 20 ta jamani qila olasan, men yo'q, bunday kundaligini olib chiq. Mana shunaqa randomniy savollar ham adam bo'lishi, nima deydi, o'zimdan o'zim qo'rqaman adam o'rniga bo'lishdan. Ben o'tiramayman ben. Voy, ichinglarim uzilib ketdi. O'sha hazili qog'ozda qarashda edi. Mana shunaqa qo'ydim. Xullas oramizda kontrol egallar bormi? Bitta qarshilar. Maktabdan, darsdan qochib kontrol egallar. Bor, ha? Men o'zim hayotimda bo'lgan voqea bu ham. Hech qatdan o'g'irlaganim yo'q. Xullas bir kun kontrol o'ynayapmiz. Endi men 4-5-sinfman. Kontrol soati 4 so'm bo'lar o'sha paytda. Biz adamimizdan 5 so'm olardik ovqatlanishga. Tushdik, kontrol o'ynayapmiz vaqtiga. Vaqtiga degani yutqizgan komanda, nari komandani ham pulini to'layveradi. Xullas vaqtini pulini. Menda 400 so'm pul bor yonimda. Vajli moment oxirgi kun birga bir qolib ketganman. Kontrol o'ynayapman. Kimdir quloqimni chertdi. Men qisay. Ikkinchi marta chertdi. Men ikkinchi marta qisay. Uchinchi marta o'sha jahlim chiqib ketdi. 3 marta chertgandan keyin. Bitta qarasam adam. Assalomu alaykum adam. O'sha moment bilasan nimaga o'xshaydi? Men o'zimni holatim. Xuddi sizlarning komandalar B ga bomba qo'yishga kirgan, sizlar A da bomba tushirib qo'ygansizlar. Bo'ldi. Tamom hammasi shu payt. Kul. Ko'rib turganinglardek hozir 4 ta bayni ssenariysini o'qib berdim. 4 talasam menimcha yoqmadi hech kimga. Faqat o'zimizdan kulib o'tirdi. Rahmat sizlar bilan Jeko aynisi bo'ldi. Jeko! Legenda! Jeko legenda. Yo, как будто zo'r chiqish bo'ldi Jeko. Real. Birinchi, ikkinchi odamdan ko'ra yaxshiroq. Bo'ldi, lekin Jeko уже stand-upga o'tib ketdi, real eto. O'rtoqlar, sizlarga Jekoning chiqishi yoqdimi yo'qmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar.
Jeko Apple oldingiz, aka. Lekin mana shu 5 minut bor, shunaqa sekin o'tdi. Tezroq tikib qolsam, ssenariy qaraman. Xullas, biz unda o'rtoqlar navbatdagi shartni tanlaymiz hozir. Ko'ramiz kimga yana qanaqa shart tushar ekan. Let's go. Hurmatli o'rtoqlar, videoning oxiri ham kelib qoldi va bizda o'sha oxirgi shart. Men shart qanaqaligini bilaman va chunki o'sha nima shart qolganini primerni bildim. Bu shart faqatgina ikkita odam o'sha bajara oladi. Chunki Jekoda shart ikkita bo'ldi, Azimda 3ta bo'lib ketdi. Shuning uchun yoki Jo'lon yoki Shohruz shu shartni ikkalalardan bittalar bajarishlari kerak. Tayyormisizlar? Da bu shartni nomi oxirgi shart eplasang yutib ol videomizdagi bu ostanovka raqqos. Ostanovkada o'ynaymizmi? Shohruzga berilsa ashulani etib pishadi. Ostanovkada o'ynaydi. Yo'q, bu shart sal boshqacharoq. Ostanovkada mana любой odam o'tiradi, to'g'rimi? Ostanovkada. O'sha odamga borasizlar, telefoninglarni berasizlar. O'sha avtobus kelgan bo'lishi kerak. Aka, meni videoga olib turing deysizlar yoki opa yoki xola videoga olib turing deb telefoninglarni berasizlar. Avtobus ichiga kirasizlar, o'ynaysizlar, u videoga olib turadi. Avtobus ichiga olib bilasizlar ketasizlar. Opada qolib ketadi telefon. Okada telefon kimni o'lsa telefon qolib ketadi. Narxi 300 ming so'm. Ya endi 300 ming so'm, 300 ming so'm emas, bering 500 mingga menga. Yo'q, men bitta Azimjon 100 mingga ham bajarishga tayyor shu shart. 100 mingga qilmaydi bu bola. Yo'q, qilaman. 500 ming bering, men qilaman. Yo'q, 300 ming Shohruz. 5 ta barmon og'izga tiqmang jigarim. 5 ta barmon emas. Men bitta Jeko $100 ishlayapti, Azim 150 ishlayapti. Yo'q, siz vaqtida tanlamadingiz shartlarni, tanlash huquqi bor edi, o'zingiz tanlamadingiz. Ha, hozir kimdir qo'shilsa menga, unga ham 300 ming shtraf. Yo'q aka, 500 mingga bitta o'zim qilaman. Yo'q, 500 ming qimmat. 350 ming. Qarang, 350 ming berasiz, 2 qilamiz. Qandoqsiz? 500 ming so'mga Shohruzga mana shu ostanovka raqqos sharti o'tdi. Bosing. Faqat o'zi qiladi, ha? Faqat o'zi qiladi. Shohruz, omad jigarim, davay. O'rtoq, bu kimni ajratib qolsa, J deysan bo'ldi, J. Shohruz CVga omad, let's go. Davay Shohruz. Assalomu alaykum. Okay? Siz charchamayapsizmi? Okay, 187-avtobus o'tmaydi. 187. Ha, ko'rib beryapti avtobus. Voy, mana. Bu yerdan nechinchi avtobus o'tadi, aka? Avtobus. Tabiiy ketyapti. Men Samarqandga plus minus. Samarqandga ketaman. Samarqandga deydi. Yaxshi. Почти hammasi ketadi. Hammasi. Lekin mana 140 so'mga ketadi. 140 so'mga ketadi. So'm yaqinmi anaqaga? Cho'nchakda so'mmi, dollarmi so'rachi? So'mda dollarmi, so'mmi shunda? So'm. Avtobus aytyapsiz. Ama so'm deb eshitdim. Yo. Все, нормально, брат. Qalay ishlar? Ismingmi? Menga obuna bo'lganmisan? Avtobus. To'xta birga ketamiz keyin. Mayli, ketaver ukam, ketaver, davay. Qo'rqib ketsandan, luboy avtobus chiqib ketdi u hozir. Kimlarga borib o'ting, yomon ko'sib ketdi-ya deng. Xolaga ham o'tiribdilar-yu, ochkida. Ha. Сегодня жарко-da, deng. Давай. Сегодня очень жарко, да? Eshitmadi. Eshitdi, o'yga qoladi. Ne, atakchi anaqa qilsa bo'ladi, o'sha Dubaydan 10 mingta Dubay shokolad olib kelib, nimadir qorsa bo'ladi-da. Lekin o'zing ostanovkada o'tiribsan-a? Ne, нормально, вот anaqa qilsa bo'ladi-da. Oldinda bitta bola bor. Soch shu bu, telpaymi bu, deng. Assalomu alaykum, brat. Gamalga o'xshar ekansiz, aka. Uzoqdan ko'rdim-da hozir. Bu ham sochini shunaqa qolgani. Bitta tiqolsa. 11-avtobus o'tmaydimi, aka, bu yerda? O'tadimi? Odamlar buqqa qaragandek qarayapti. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Aka, Barsami, Realmi? Barsami? Buni qilamiz, qarang, qilib buni qilamiz, buni tepaga qilib. Yo, to'g'ri. Hozirgi jestni qaytarganda vals tushar. Aka, qarang. Hozir buni qilamiz-da. Men bitta aylanaman-da. Buni bitta yiqilaman. Yomon urdim anaqasiga. Anaqa deng. Aka, men o'zi Real fanatiman deng. O'zi yoshlikda men Realga muxlislik qilganman. Yoshligimda. Hala Madrid Madrid deganda ketavergan.
O'sha anaqa. Hava Madridda, aka. Yaxshi. Yaxshi. Qaror Shohruz nima deysiz? Kimdirga borasizda, "Aka, shundan meni videoga olib turing" deysiz. Faqat aka oxirigacha oling, xo'pmi deysiz? Tipa, "Men raqsga tushaman, aka, TikTokerman." Keyin o'tirasizda, prosta avtobusda o'ynab ketaverasiz, bo'ldi. Ham yosh katta xola bor. Orqangiz turibdi, o'ng qo'lingiz orqangiz. Paltoda. To'g'risi. Oranjiy soch. Oranjiy sochli. Assalomu alaykum. Qarang, iltimosim bor-da. Hozir avtobusga chiqib bitta video olishim kerak-da. O'sha videoni olib bera olmaysizmi? Ha, xo'p, rahmat. Nima dedi? Yo'q ham nima dedi, prosta ko'zim bilan yo'q dedi. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Aka, iltimosim bor-da. Iloji bormi? Qarang, hozir avtobus kelganda TikTokerman-da. TikTok olishim kerak, shuni bitta joyi bor, shu avtobusga kirib, bitta dvijeniya qilaman. O'shani videoga olib berish kerak. Iloji bormi, aka? Ey qiziq, Shohruz prosta ketaveradi, javob. Prosta ketaveradi. Ha, men bu yoqdan o'zim qarayman-da kameraga. O'zim qarab, qilig'imni qilib Ha. O'tda. Oka, nima qiladi? Nima qilish kerak? Bola nima qilamiz? Telefonni qanaqa olamiz jinnini yoqib? Ha, aka Jo'lon bora olasizmi? Aka telefon yo'qotib qo'ydi. Bile maliki ekanu, pillashga bekitdi faqat. Jo'lon. Davay jo'y. Aka, anaqa bitta bola ko'rmadinglarmi? Achkida telefonim o'g'irlab ketyapti. Meni telefonimda, aka. Yo, men kodini ochib beraman olasiz. O'chiring. Meni telefonimda u bola Parolini bilaman deb telefonni ichindingizmi? ana aka. To'g'ri tushunasizlar. Prosta unaqalarga ishonib qolmanglar-da faqat. Jo'lon aktyor. Qayron. Bizani mashina videoga otdi menimcha. Ketdi, akalar, ketdi, hozir aytamiz hazırligini, asat olib turur. Brata, assalomu alaykum. Sizlarsiz charchayapsizmi? Assalomu alaykum, sizlar. Assalomu alaykum, akalar. Yaxshimisizlar? Aka, normalmi? Ishondingizmi, ishontira oldimi? Yo'q, endi kodini ochganidan keyin. Ha, ya'ni sherigim ishontira oldimi? Bo'ladi. Ketib qolgandan keyin nima deb o'yladingiz? Bari endi qaytib kelsa kerak edi-da. Shohruz kelyapti, Shohruz. Короче, o'rtoqlar, Shohruzga gap yo'q, kommentariyaga Shohruz CVligini deb yozib qoldiringlar. Hammalarga mana shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Biz yangi rubrikani sinab ko'rdik. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Keyingi safar qaysi blogerlarni chaqiraylik mana shu kursga va qanaqa shartlar bersak bo'ladi? Kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar. Stand up yorib qo'ydim lekin, ha. Va. Kamerani iloji boricha muzdurib tashlayveringlar.